Ukrainadan turib, Belorussiyadan turib, Rossiyadan turib, qayerdandir moshenniklar o'zbek pensionerlarini pulini uxlatyapti. Aslida boybas biz. To'yda qarz olib qilyapmiz. Qo'pol qilib aytganda-da, mashinani kreditga olib minyapmiz. Yo'q, boy bo'lsiz, boy bo'lavering. Lekin boylikka erishgan kuningiz men siz bilan garov o'ynashim mumkin. Siz muvaffaqiyatli hisoblanmaysiz. Rizq qilinganini yeysiz, rizq qilinmaganini yemaysiz. Do'stim, sizni boshingiz og'riyapti ekan, sizda mana moddalar ko'p chiqdi, qoningizda bu bo'ldi. Yashashga umringiz 6 oy qoldi deydi. Yo'q deyishdan qo'rqmang. O'rtog'ingiz bir nimaga chaqiryaptimi, yur ket desa, yo'q deng. Mana shunaqangi jamiyatni ko'rsatadigan odamlarni dushman deb e'lon qilish kerak. Hayotni oilani parchalash, maqsadi oilani parchalash. Assalomu alaykum barchaga hurmatli do'stlar. Bugungi podkastimizning navbatdagi mehmoni EduSchool Network tarmoqlar asoschisi, ijtimoiy tarmoqlarda 1% bilim sahifasi asoschisi Xurshid Marozekov. Xurshid aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ko'rsatuvimizga tashrifingiz uchun sizga kattakon rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Sizlarga rahmat. Nima deydi? E'tibor qilib chaqirganlaringga rahmat. Bugungi suhbatimizda siz bilan juda ko'p mavzular haqida gaplashib o'tamiz. Xurshid aka. Birinchi ochadigan mavzum bu motivatsiya haqida bo'ladi. Motivatsiyaga ishonasizmi? Motivatsiya bu nima desam ekan? Qani bir xil dorilar bor. Ya'ni kasallik bosh og'rig'ingizni o'zini qoldiradi. Boshingiz og'riyapti. Bosh og'rig'ida titramon ichasiz, boshingiz og'rib qoladi. That's motivation. Mana shu motivatsiya. Lekin boshingiz og'rishi qoningizni quyuqlashib ketganidan. Bu sistema, bu tizim bu. Men motivatsiyaga misol uchun to'g'risini aytsam, motivatsiya nima desa, men eshitaman, zalga chiqaman. Zalga chiqqanimda Motiversity'mi degan anaqangilar bor, ya'ni short speechlar bor. Har xil speakerlar gapiradi. Bugun sana oxir kuning, bu senga haqiqiy kuch, muskullaringni beradigan narsa bu, mana shu oxirgi anaqani tortishing deb gapiradi. Motivation o'sha paytda kerak menga. Ya'ni men zalda 40 minut durman, 1 soat durman, 1,5 soat durman. O'sha paytda o'sha maqsadni bajarib turganimda o'sha narsa kerak. Lekin men motivatsiyani bir motivator aka bir menga bir ilgari bularni nasihat qilib qo'ying, bir duo qilib qo'ying deganda aka bir motivatsiya berib qo'ying deydi hozir. It doesn't work. Bu ishlamaydi. Umuman ishlamaydi bu narsa. Ishlaydi, balki eshikdan chiqquningcha ishlar. Yoki bo'lmasa uyingga yetib borguningcha ishlar. Uyingga yetib borgandan keyin boshqa narsa. Shuning uchun men motivatsiyani qanaqadir uzoq muddatli, ya'ni long term nimasidir odamga beradi deb to'g'risini aytsam ishonmayman. Zo'r gap aytdingiz. Motivatsiya bilan intizomni farqini aytib o'tib ketdingiz. Misol uchun motivatsiya long term emas, lekin intizom. Animatsiya ko'rdimda ijtimoiy tarmoqlarda. Motivatsiya bilan intizomni farqlab bergan. Motivatsiyani olov lib yonib o'chadi. Intizom esa yonib turadi. Kichkincha bo'lib yonib turadi. Motivatsiya bitta katta yonadi, o'chib, yonib o'chaveradi. Xuddi shunaqa endi o'ylayman. Ya'ni, lekin afsuski bugungi kunda motivatorlarga hayron qolasizda. Bitta ukamiz bor, juda ham yaxshi yigit. O'sha aytdiki, aka dedi, trenerlar bugungi kunda, ya'ni motivatorlar, trenerlar mana shularda nima qilsa bo'ladi. Meni ishim shu infobiznes bilan dedi. Bularni olib chiqib, men zapusklar launch qilaman dedi, boshqa narsa. Lekin mendagi eng katta problema deyapti. Ular asli kabi ko'rinmaydi, ya'ni. Men ham aytdim, agar men bilan shunaqa kimdir ishlashni xohlasa dedim, menga dedim, aka, mana-da qarang, sizga bitta BMW dan tushib kelasiz, mana Trilliant Business Centerdan chiqib kelasiz, shunaqa. Yo'q, men Trilliant Centerda ishim bo'lmasa bormayman. Just for the cause of the video olish uchun bormayman. Ishim o'sha yerda. Men aytdim, umuman hech kimni tanimayman, ishlamaymanmi demayman. Menga kerak emas odamlarga bunaqangi ko'rinib. Va shunga o'xshagan motivatorlar qo'shtirnoqchidagi motivator/trainer deymiz, men deb bilmayman. Bir tarafdan juda ham katta narsalarning ustida aybdor bo'lib o'tiribdi. Qanaqangi ma'noda? Ochiqchasiga bitta moshennik
men uni mashaynik deyman, chunki u birorta motivatorlik bunaqangisi emas. Qo'shtirnoq ichidagilar. Qo'shtirnoq ichidagi motivator deylik. Palonchi bunaqangi bo'lib ketadi, bunaqangi bo'lib ketadi deyapti. Italiyaga boryapti. Italiyada mana azizlar O'zbekistondagilar qanaqa biznes qilishni o'rganish kerak deyapti. Mana shu pizza do'koni 2000 ta pizza qilar ekan bir kunda deyapti. Bu yerda chopar pizzadagilar o'tiribdi. Voy onasini yemsin. Dunyodagi eng zo'r pizza apparat 6 minutda bitta chiqaradi. Papa John'snikidir balki. Bir kunda 1440 minut bor. Ya'ni shuni bo'lib tashlaganda ham 250-300 ta pizza chiqishi mumkindir. Dunyodagi eng tez pizza apparati. Baraga topkir, nima deyapsan? Sani 100 ming ta odam ko'rayapti. Nimaga unga yolg'on motivatsiya berasan? Yoki bittasi chiqamiz, o'sha varray uchiradigan zamon keldi deydi. Varray uchiradigan zamon emas hozir. Sen chiqib aytishing kerak, meni varrakka qo'yadigan qog'ozini, varrakni o'sha qo'yadigan fanerda deydi-ku, haligi nima deydi, qamishini menga mana bratanlarim olib kelib bergandilar. Keyin men varragimni yasaganman deb ochiqini aytish kerak. Yolg'on umid berishni to'xtatinglar deb men bilmayman, shu internetga mediaga chiqqanimdan beri aytaman. The life is hard. Hayot qiyin, oson emas. Onasini yemsimdek chiqib turib bitta varrak uchirib turib, bitta joyga dom qurib o'ravermaysan. Unaqa emas hayot. Motivatsiya kelganda shu aytishim kerak edi mana shu narsalar. Ko'pchilik motivatsion gaplarni tinglaydi, lekin baribir hayot o'zgarmaydi. Motivatsiya odamlarni aldaydigan soha deb hisoblash mumkinmi? Menimcha yo'q, endi bunaqa ham deb bo'lmaydi. Chunki ayrim paytlarda misol uchun ijtimoiy sohalar bor, dinga o'xshagan sohalar bor. Bu paytda yoki bo'lmasa harbiy sohalar bor. War cry. War cry nima? Nima deydi? Armiyani jangovorlik holatini oshiradigan narsa. That's a war cry. Misol uchun Usmoniylardagi bordi, hali poytaxt Abduhamid kinosida. That's a war cry. Mana shu armiyani jangovorligini oshiradigan qo'shiqlar motivatsiyani bir turi aslida. We need that. Bizga kerak bu narsalar. Armiyada kerak. Xuddi shu narsani bizga aytishgan serjantlarimiz. Zalda kerakdir balki haligi men aytgan misolda. Kerakmi? Kerak. O'qituvchi darsga kirish qismini motivatsiya bilan boshlasa super effekt beradi. Mana siz o'zingiz ta'limdasiz, education. Men ham ta'limdaman. To'g'ri. Icebreaker degan narsa bor misol uchun. Icebreakerni ishlating, icebreaker plus motivatsiya bergin. Keyin o'quvchini qanchalik darajada o'zlashtirishini bir ko'r. O'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi emotsional bog'lanishlarni men o'ylashim bo'yicha 80 yoki 90% aynan shu to'g'ri berilgan o'qituvchi tomonidan o'quvchiga berilgan motivatsiya deb bo'ladi. Keyinchalik ustozni hurmat qilib qolishi, shunga o'xshagan narsalar. Lekin quruqdan quruq kelinglar biznes boshlaymiz, hozir oson pul to'lashni o'rgataman. Basharasiga qarab turib bullshit deyish kerak o'shalarni. Ya'ni tur yo'qol nimani aldayapsan? Yolg'on bularda hammasi. Menimcha hamma narsani oxiri borib tanqidiy fikrlashga borib to'xtaydi. Shu haqda rosa ko'p gapiryapsiz oxirgi paytlarda. Chunki men O'zbekistonda bu muammoni ko'rib bo'ldim. Qachon ko'rishni boshladim bu problemani? Ukrainadan turib, Belorussiyadan turib, Rossiyadan turib, qatlandirib mashayniklar o'zbek pensionerlarini pulini uxlatyapti. Qo'pol qilib aytganda uxlayapti. Pensionerlarni ayblashga haqqimiz yo'q. Alloh bo'lasanmi shunaqangi deya olmaysiz siz. Chunki ularni boshidan, Sovet paytidan boshlab tanqidiy fikrlash atayin so'ndirilgan davlatlardan biri O'zbekiston bo'lgan. Sobiq nima deydi? Hamdo'stlik davlatlarini aytavering. MDH during plus Shimoliy Koreya. Hamma o'tdi, keyin tanqidiy fikrlashga bunga hamma moslashdi. Bizda bu narsa bo'lmadi. 2021-yildan boshlab O'zbekistonda darsliklarga xudoga shukr kiritilishni boshladi tanqidiy fikrlash. Lekin ungacha bo'lgan avlodda hammasida hali tanqidiy fikrlash ko'pida shakllanmagan. Shuning uchun bizdagi muammo shu, haligi sharlatan motivatorlarga ham ishonib ketadigan odamlarning ko'pligi. Kartasidan biz MIPdan telefon qilyapmiz, kodini ayting desa darrov berib yuboradigan onaxonlarimiz yoki bo'lmasa otaxonlar yoki bo'lmasa yoshlarni hammasini biz ayblay olmaymiz. Chunki biz ularga bermadik, ya'ni kerakli narsani.
Shuning uchun oxirgi paytlari shu narsa haqida ko'p gapiryapman, ya'ni tanqidiy fikrlash haqida. Hozir yangisi chiqqan shu mashinistni. Qanaqa? OLXga narsa qo'ydim, sotaman deb. Ha. Misol uchun notebook qo'ydim. Aha. Keyin reklama berdim. Mhm. Ma'lum bir summa tashlaysiz, keyin reklama bo'ladi. Odamlar yozishni boshladi. Keyin bittasi yozib qoldirgan, siz nomeringizni topa olmayapman. Mana shu Telegramga username tashlab qo'ygan. Shunga murojaat qiling, u mening erim bo'ladi. Undan u bilan hangama qilasiz degan. Kunga yozdim. Keyin narxini kelishdik. Bular ham zo'r ekan, narxini birdaniga ha bo'pti demaydi. Tortishadi. Tortishib, salmonga daveriyaga kirish harakat qilishadi. Keyin oxirida bo'pti kelishdik dedik. Keyin sizga qaysi qulay dedi? BTS pochtami yoki Yandexmi? Farqi yo'q dedim. Keyin BTS pochtani unaqasini linkini jo'natdi. Linkni kirsam, misol uchun dogovor qilgan summamiz yozib qo'yilgan. Kartangizni kiriting degan unaqasi bor, havolasi bor, joyi bor. Keyin cho'ta podozrительно. Nima karta kiritishim kerak? Ha, nima qilyapti? Hali hech narsa hal bo'lmagan, u menga o'sha pul jo'natganmi? Pul ko'rinib turibdi-da, jo'natgan. Keyin BTS pochtaga telefon qildim xodimlariga. Shunaqa vaziyat tushuntirsam, yo'q, ularga ishonmang, moshenniklar ular deyapti. Karta daniyalarini oladi, phishing. Xuddi shunaqa ikkita odam telefon qildi. BTS pochtadan. Yandex desam, Yandexdan ham amallashadi. Shunaqa link havola tashlashadi. Pulimiz ko'ringan. Endi u bitta CSS formatni o'zgartirib qo'yadi, dizayn deb shu bo'ldi. Yandex BTSga aylanadi, BTS. Shular o'zbeklar deb o'ylamayman. Shunaqa. Balki shunaqa. Xo'sh, motivatsiya haqida gapirayotgandik. Demak, o'zbek mentalitetida muvaffaqiyat nima bilan o'lchanadi deb o'ylaysiz? Qora jentra deymi? Qora jentram bo'lmagan, ma'ni qora jentram, oq jentram bo'lgan, qora jentram bo'lmagan. Muvaffaqiyat bilmayman, hozir kimda men o'tgan safar ham bitta qo'ygandim, o'zi bu gapni gapirdim, tavba qildim. Bu odam bunaqa bo'lgan, tarixda bunaqa bo'lgan deyapti. Ya'ni bu ham o'sha tanqidiy fikrlash, ya'ni gapni muhokama qilmayapmiz, odamning kimligini muhokama qilyapmiz. Oscar Wilde bitta gapini aytdim, ya'ni bu 120-130 yil oldin aytilgan gap. Biz nima deydi? Narsalarda, ya'ni we know the price of the things but we don't know the value of the things. Ya'ni biz narsalarning bahosini bilamiz, lekin ularning qiymatini bilmaymiz degan narsa. Biz hozirgi kunda aynan 150 yil oldingi gapni yashayapmiz, qo'pol qilib aytganda. Biz faqatgina qiymatni moddiyat bilan o'lchaydigan bo'lib qoldik, afsuski, va shu jumladan muvaffaqiyatni ham. Abdujabbor muvaffaqiyatli, chunki unda 400 mingta followeri bor. Mahburatxon muvaffaqiyatli, chunki uni eri boy. Palonchiga ikkinchi bo'lgan. Yoki bo'lmasa Nodirjon muvaffaqiyatli, uni turmushi $2 million bizneslari bor. Moddiyat. Ahmadjon muvaffaqiyatli, chunki u deylik PhD olibdi, Cornellga kiribdi. Bu ham muvaffaqiyat sanaladi o'zbek jamiyatida, but it's not sexy, jozibali emas bu muvaffaqiyat. Palonchi, pistonchi narsani o'rganibdi deyish bu jozibali emas. Bilmayman, achinib ketaman balki. Hamma narsani shunaqangi moddiyat bilan o'lchansa, yaxshi, moddiyat yaxshi, ya'ni boy bo'lish yaxshi. Faqat boy bo'lishni afsuski biz nima desam bo'ladi? O'zi uchun emas, muvaffaqiyatga erishdim deb ko'rsatish uchun boy bo'lishga o'rganib qoldik. Aslida boy emas biz. To'yda qarz olib qilyapmiz. Qo'pol qilib aytganda-da. Mashinani kreditga olib minyapmiz. Juda ko'pchiligimiz shundan nima qilamiz? Ya'ni biz xayolimizda boylik bu muvaffaqiyat deb o'ylayapmiz-da va shunga o'zimiz ham intilyapmiz-da, oxiri botqoqda. Endi pessimistik fikrlamoqchi emasman, lekin men shunaqa ko'ryapman hozir jamiyatni. Demak, material taraflama qaramaslik kerak boylikka, muvaffaqiyatga. Muvaffaqiyat bu san 3 ta o'g'illi oilada bitta o'g'ilmisan, 3 ta o'g'ilni kichkinasimisan, o'sha yerda o'zingni ayolingni boshqalarni nima deydi,
oilangdagi aka-ukalaringni oilasi bilan tinch totuvlikda ota-onang bilan ushlab turibsanmi, sen eng zo'r diplomatsan. Bu eng zo'r muvaffaqiyatdir. Bu sen uchun hammani o'zini xususiy holatda muvaffaqiyati bor. Everybody hamma muvaffaqiyatli o'zini xususiy holatida. Muvaffaqiyat bu boylik degan standartni bu bilmayman kim kiritgan, bu kapitalizm deydi ko'pchilik, boshqa, lekin men o'ylayman nafs kiritgan bu narsani. Shuning uchun men boshqacharoq qarayman bu narsaga. O'zbek jamiyatida muvaffaqiyatga boylik rakursidan qarash to'xtashi kerak. Muvaffaqiyatga boshqacharoq biz nima deydi, ton berishimiz kerak. Fikrni o'zgartirish kerakmi? Misol uchun men boy bo'lgim kelyapti. Yo'q, boy bo'lsiz boy bo'lavering. Lekin boylikka erishgan kuningiz men siz bilan garov o'ynashim mumkin. Siz muvaffaqiyatli hisoblanmaysiz. Ich-ichingizdan you will be miserable. Ya'ni ich-ichingizdan qanaqadir sizda boshqa qayg'ular qiynashi mumkindir. O'zingizdan qoniqmasligingiz mumkindir. Bilmadim, oilaviy muammolar bo'lishi mumkindir. Muvaffaqiyat nima? Faqat bittasi aytadi, haligi nima? It's far more comfortable to cry in the BMW deydi-yu, ya'ni BMW ichida siqilish komfortliroq. Avtobusda yig'lagandan ko'ra yomg'irda BMW ichida komfortliroq. Ha, okey, lekin sen hali ham yig'layapsan BMW ichida. Halovating yo'q. Muvaffaqiyating bormi yo'qmi? O'shaning uchun muvaffaqiyatga men moddiy tarafdan belgilaydigan narsani bilmayman, muvaffaqiyat deb sanamayman. Kimdir o'sha narsa agar chindan ham baxtli qiladigan bo'lsa, ha, moddiyat bu muvaffaqiyat. Lekin ko'pimizda unaqa emas deb o'ylayman. Chunki atrofimda juda ham ko'p nima deydi, o'ziga to'q, yaxshi insonlarni bilaman. Ular ham men bilan bir xil fikrlaydi, ya'ni faqat boylik muvaffaqiyat deb o'ylamaydi. Ya'ni ularning fikri pul baxt olib kelmaydi. Baxtga qanaqa qarashingizga bog'liq. Hammaning o'zining fikri har xil. Shunaqa. Tushunarli. Pulning haqiqiy siri nima deb o'ylaysiz? Pul siri. Men pul sirini bilmayman ekan, to'g'risi. Pul-pulda endi onasini yemsin. Savol sal boshqacha edi o'zi aslida. Ko'p pul topishning siri aslida nima deb o'ylaysiz? Hamma boy bo'lishi mumkinmi? Bu meni to'g'risi prinsipialniy e'tiqodimdan kelib chiqadigan masala. Rizq qilinganini yeysiz, rizq qilinmaganini yemaysiz. Muammo shunda, ya'ni hamma boy bo'ladimi degan narsani men to'g'risi ochiq bilmayman. Chunki menga o'sha narsa rizq qilinmagan bo'lsa, men u narsani yemayman. Har qalay meni qarashim shunaqa. Lekin siz aytyapsizki, hozir boylik ham nima deydi? Baxt keltiradimi? Boylik baxt keltiradimi? Ha, uni javob berdi. Ya'ni ko'p pul topishda siri nimada? Mana shunga o'xshagan narsalar bor-ku. Standart qolib yo'q. Standart qolib bo'ladigan bo'lsa, yo ko'p pul topish uchun ham bo'lsa, yana o'sha bitta narsa intizom, disiplina. Bitta ishni qilaman dedingmi, qil, oxirigacha qil. Agar o'sha qilgan ishing o'xshamasa, eng kamida haligi $1 million weekendni men bitta nimani aytib berdim. Kim edi avtorning nomi? Noah Kagan. Dadasi bilan kserokopiya mashinasini sotganim magazin yuradi. Har kuni. Dadami deydi, sales pitch, ya'ni sotuv modeli deydi, dunyodagi eng dabdala model deydi. Dadam kiratdi deydi do'konga, "Mencha tuftasani bu kserokopiya apparating." Manikini olgin, meniki eng dahshatidir dedi dadam deydi. Aytaman, "Of, do'ydirdim" deyapti. Yillar o'tdi aradan deyapti. Dadami deyapti, haydab borardi deydi. Do'konchilar tur yo'q albatta, turma bor, menga yetadi shu kserokopiya apparatim. Bir kuni deydi, 2 ta sotdik deydi. 2 ta kserokopiya apparat sotdik deydi. Bayram qilib berdi dadam deydi. Hayron bo'laman, 2 ta kopiya apparatga nima. Yillar o'tib men ulg'aydim deydi, katta bo'ldim, dadamdan so'radim, "Dada, o'shanda sal tuzukroq sotsak bo'lardi-yu. Bunaqa qilib. Sen yo'q, dadasini maqsadi bundan boshqa bo'lgan. Dadasi 100 ta eng dabdala savdo taktikasi bilan 100 ta yo'qqa erishguncha harakat qilgan. 100 ta do'konga kirib 100 tasidan yo'q degan javobni oldimi, demak bu ideya ishlamaydi. Endi tasavvur qiling, shu eng tufta sales pitch bilan ham 2 ta kserokopiya apparat sotdimi? U endi ozgina o'zini ustida ishlab turib, haligi narsani yaxshilasa bo'ldi.
Ya'ni bemalol bu ideya yuradigan ideya. Boshidan maqsadi boshqacha bo'pti-da. Ya'ni intizom bo'lish kerak. Deganim disiplina aslida qanaqangi ma'noda? Ya'ni bir marta yo'q o'xshamadimi, yana bir marta urinib ko'raman, yana bir marta urinib ko'raman, yana bir marta urinib ko'raman. Faqat har safar uringanimda men qatndirib burab urinaman. O'zbekistonda o'zida ham juda ham zo'r keys bor shunga misol. Misol uchun Ahmad aka Melibayev Lesaylos choparlarda ochgan shu paytida. Hozir endi bilmayman ularning ichida bormi yoki yo'qmi. Nima bo'lgan taqdirda ham shu aka Lesaylos va choparga asos solishdan oldin sherigi bilanmi o'zimmi kim bo'lishidan qat'iy nazar har doim shu oziq-ovqatda misol uchun kafe biznesini ochishga harakat qilib ko'rgan. O'xshagan, o'xshamagan. Meni qachondir o'xshaydi. Bizda faqat muammo bugungi kundagi o'sha scrollingni orqasidan deb o'ylab qolaman. Tezda rezultatni xohlaymizda. Darrov natijani xohlaymiz. Ertaga o'zgarish kerak. Bugun harakat qildim, ertaga o'zgarish kerak rezultat. Yo'q, unaqa emas. U ani Instagramdagi haligi mashinnik blogerda shunaqa. Realniy hayotda unaqa emas. Tez kelgan omad tez chiqib ketadi deydi-ku. O'sha tez kelgan omadni o'zi ham yo'q demoqchiman. Kam bunaqangi omad. Prosta bizga tez kelgan omad qilib ko'rsatyapti ana ular. Instagramda. There's no failure, only attempts. Exactly. Yaxshi savol bor ekan. Biroz faylasuviy desam bo'ladi, lekin bunga ikkita tarafdan qarashingiz mumkin. Agar bugun 20 yosh bo'lganingizda, qaysi sohani boshlagan bo'lardingiz? Birinchi millioningizni topish uchun. 20 yosh bo'lganda birinchi million topishni o'ylamasdim. 20 yosh bo'lganda hozir 20 yoshliklarga aytgan bo'lar, ko'tingni qilsa bitta joyda 4 yil ishla. Prosta 4 yil ishlagan o'sha yerda. It's a mundane task deydi. Ya'ni bir xil ishlarni qilaveraman, zerikarli bu ish deydi. Qil o'sha zerikarli ishni. Hech bo'lmasa o'sha narsa seni disiplinaga o'rgatadi, intizomga o'rgatadi, bir nimaga sabr qilishga o'rgatadi. Undan tashqari ancha plyuslari bor. Nima plyusi bor? Tanish bilish orttirasan, sohani ichiga kirasan. Nima ishlaydi, nima ishlamaydi? Odam taniysan. Yo'q. Aka deydi, biznes boshlamoqchiman-da deydi. Shunaqa. Ertansi bir haftadan keyin ko'rishasiz. Nima bo'ldi haligi ish? O'xshamadi aka. Bitta joyga aka deb keladi, ishga joylab qo'yasiz, bir haftadan keyin ketib qoladi. Nima? Aka bizga to'g'ri kelmadi. Aynan mana shu narsa kerak deb o'ylayman men, ya'ni. Tez rezultatni kutish demak noto'g'ri. Men 20 yoshlarga 20 yoshingda $1 million topishni o'ylamadigan bo'lardim, bilmayman. Bu qanaqadir kontraproduktivniy ko'rinishi mumkindir, samaradorlikni pasaytirishga o'xshab yoki ruhlantirishni tushirishga o'xshab yoki depressivniy ko'rinishi mumkindir. Lekin 20 yoshingda $1 million topishni o'ylamagin. 20 yoshdan 25 yoshgacha hozir sal-pal biz o'zimizda afsuski O'zbekistonda disiplina yoki emas o'zimizda intizom, mantiqiy fikrlash, tanqidiy fikrlashni rivojlantiradigan paytimiz, odam taniydigan paytimiz, network quradigan paytimiz. Shunda muammo, ya'ni. Social media ham muammo deyman. Misol 18 yoshli 1 million topib olib chiqyapti o'zini. Mana shu narsalarni o'rgataman sizlarga. Sizlar ham yosh boshinglardan boy bo'lib ketasizlar. Survivorship bias. Biz faqatgina muvaffaqiyatga erishgan odamlarning hikoyalarini ko'ramiz. Bo'ldi. 18 yoshida $1 million topgan odam bitta va u mediada boom bo'ladi. Lekin O'zbekistonda balki 7 million, balki 8 million 18 yoshli odamlar bordir. Va o'sha 7 million, 8 million 18 yoshli odamlardan taxminan 100 mingtasi hali ishini qilib ko'rgandir va ular fail bo'lgandir, ya'ni muvaffaqiyatsizlikka uchragandir. We focus on that success story, ya'ni faqat o'sha muvaffaqiyat hikoyasini orqasidan quvamiz. Bizim muammoyimiz shunda. Afsuski siz bilan meni katta farqim bor. Mana misol uchun aramizdagi yosh farqi sizga buni juda ham qiyin qilib qo'yadi. Chunki sizni sotsial mediaga moslashuvingiz menikidan tubdan farq qiladi. Men birinchi marta skrinlarga, ya'ni ekranga tanishtirilganim balki 5-6 yoshimdadir. Kamalak televizor, Kamalak degan ko'rsatuv bo'lardi, yakshanba kuni multfilm berardi. Shuni ko'rardirman.
Men ekran bilan 8 hozirgi yoshlar 4 oyligida ekran bilan tanishyapti. Yes. Bu katta muammo. O'ylab qarasangiz juda ham katta muammo bu. Va yoshlarni ham ayblash noto'g'ri bu narsada, chunki ularda distraction, ya'ni tez chalg'ishlilik, ya'ni tez chalg'ishi, bir nimadan fokus diqqat yetishmaslikligi o'zidan oldingi avlodga qaraganda bir muncha tez, ya'ni ular nozikroq bu narsada. Shu sababdan ham juda ko'pchilik depressiyada, juda ko'pchilik bilmadim qanaqadir ishidan o'zida qoniqmaydi, hayotdan qoniqmaydi. Anxiety, xavotir bor. 5 yildan keyin nima bo'lar ekan meni kelajagim degan o'y katta. Shu sababdan men bilmayman 20 yoshli bolalarga hozir agar qo'llaringdan kelsa, qo'lingdan kelmaydi Instagramda o'chirish. Yes. Qo'lingdan kelmaydi. O'chirmaymiz Instagramda. Hammani unfollow qilamiz. Sen o'ylagan bitta yaxshi soha bor. Nima? Mebelchilikka qiziqaman men. Kitob o'qishga qiziqaman, fizikaga qiziqaman, bilmayman. O'sha qaysi sohaga qiziqsang farqi yo'q. Bir oy o'sha sohada 10 ta eng top akkauntlarni follow qilgin. Bo'ldi. Bir oy seni lentangda faqat o'sha soha chiqadi. Bir oy tugadimi? Nimadir o'rgandingmi? Yangi sohaga qiziqdingmi? Hamma 10 ta akkauntda fizikami o'sha unfollow qilgin. Endi 10 ta kofe do'kon ochish bo'yicha akkauntlarni follow qilgin. Kofe do'kon ochish bo'yicha o'rganasan. Yana unfollow qilasan kofe do'konchilarni, qiziqishing bo'yicha boshqasini. You can make Instagram university. Instagramda o'zing universitet qilib olishing mumkin. Men 1% bilimda juda ham ko'p nima qilaman. Ya'ni o'zim 7 tam 8 ta odamga follow qilaman 1% bilimda. Misol uchun poetryga qiziqib qolsam, Rumiyni she'rlariga o'shanga follow qilaman. Undan chiqaman, Hubermanga follow qilaman. Undan chiqaman, ya'ni nima kerak bo'lsa o'shanga. Chunki weekend o'zimiz qura olamiz, o'zimiz sekin-sekin qursak bo'ladi biron narsani. Maslahatim shu 20 yoshli bolalarga. Pullar ortidan quvmasdan intizomini qurib, networkini qurib, endi bir sohadan ketish. Shunaqa. O'zingizda ham distractionlar bo'lib turadimi kundalik hayotda? Distractionlar meni nima strategiya yo'llardan foydalanasiz? Distractionlar meni do'stlarim o'zi. Men bitta proyektni oxiriga yetkazmaslik bo'yicha chempionman. Har doim nimadir boshlayman, oxirigacha yetkazmayman. Men ya'ni hozir distraction haqida gapirib turganimda men tajribamdan gapiryapman. Bratdan aytdi o'zi bir nimalarni 3-4 pulini qilib oltirib, bitta yoshlarga o'zicha aqllilik qilyapti degan narsa bo'lmasin. Men shuni qurboni bo'lib gapiryapman. Boshingizdan o'tgan o'zi. Boshimdan o'tgan. Hozir ham o'tyapti boshimdan. Oson emas, ya'ni. O'shaning uchun oson emas deb gapiryapman. Hali chiqib olib turib, confidence bashara bilan siz internetda bu emas. No. Hayot boshqacha. Rostini borini boricha aytish kerak. Shu. Demak, social media siz uchun distraction emas. Social mediani not necessarily, ya'ni bu 100% distraction emas deb aytish. O'zi asli distraction. Lekin men insonmiz-ku, o'zimizni qobiliyatdan kelib chiqib turib aytyapman, ya'ni. Eplolmayapsizmi social mediadan batamom uzilishdi? Demak, nima deydi? Hech bo'lmasa periodic detox qiling, ya'ni 2 oyga o'chirib qo'ying, 5 oyga o'chirib qo'ying. Balki o'sha batamomga aylanib ketar. Ishoning, ancha tez yashaysiz. Trump bilan Zelenskiy nima bo'lsa bo'lib ketaversin. Sizni hayotingiz o'zining maromida ketaveradi. Qanchalik bu narsalar bizning hayotimizga ta'sir qilmasligini sezasiz. Qanchalik yo'q narsaga asabingiz buzilib turganligini sezasiz. Men yaqin do'stim bor, misol uchun. 2 ta yaqin do'stim bor. O'sha shu sohalardan yaqin do'stlaringiz ko'p bo'ladi, baribir ko'p bo'lmasa ham. Misol uchun bittasi o'chirib tashladi Instagramini. Bittasi shu narsani hammasini batamom qildi. Twitterni o'chirib tashladi, Facebookni o'chirib tashladi, Instagramni o'chirib tashladi. Sarvar degan o'rtog'im bor. Rozmatov, bu hozirgi payment. Shu hamma narsasini o'chirib tashladi. Faqat Telegramni qoldi, adashmasam.
balki qanchadir muddatga, lekin hammasini birdaniga radikalniy o'chirib tashladi. Yana bitta Suhrobjon degan o'rtog'im bor. Har kungi sherigim ham. U birinchi Instagramda o'chirib tashladi, keyin Facebook'ini o'zi qoldi. Facebook'da videolarni как Instagramga o'xshab ko'rishni boshladi. Keyin uni ham o'chirib tashladi, YouTube qoldi deshmasam. Hamma o'zini ustida qilyapti. Muhimi harakat qilishingiz, nimadir qilishingiz. O'zim shuncha maslahat berib, o'zim hech qaysini o'chirganim yo'q. Navrot yaqinda Threads ochdim Instagramda. Bunaqasida. Chunki men o'zim bilaman. Men hozir screen time'im turibdi. Bemalol kirib bunaqa qilishingiz mumkin, ya'ni qancha muddat men Instagramda vaqt sarflab turganman. Video upload uchun kirmasam kirmayman. Yoki qanaqadir notification kelib kirmasam. Ha. Shunaqa. Yaxshi, agar yoshlarimiz shu Instagramni o'chirish qobiliyati bo'lsa, qila olsa. Chunki men o'zimdan ko'raman, tajribamdan. Taqqoslash juda kuchli. Misol uchun blogerlarni ko'radi. Luxury life deydi-ku. O'shalarni ko'rib, va men buni qara. Shu yoshdan shunaqa bo'lyapti. Men qayerdaman, u qayerda. Humoyim bor-ku. O'tgan zamondan oldingi sonda chiqqan. Shu bilan maslahatlashsin. O'sha biladi, o'sha blogerlar qanaqa qilib fake arendalarga mashina olib o'zini shunaqa qilib ko'rsatyapti turganligi yoki qaysidir do'konga borib kiyinib turib, keyin o'sha kiyimni qaytib berishini bu sir emas bu narsalar. Shu narsalar aldab qo'yapti, afsuski. Yana haligi birinchi katakka qaytyapmiz. Moddiyat. Hamma narsa muvaffaqiyat moddiyat. Intelligence has to be sexy. Ya'ni ilm jozibador bo'lish kerak narsani men 1% bilimga shior qilib oldim o'zimcha. 1% bilim qachon o'zini maqsadiga yetishadi desa, O'zbekistonda universitetlarida sen 1% bilimga a'zo emasmisan, sen cool kid emas ekansan, ya'ni zo'r anaqa emasan, o'ylasanda shu yo'qmi degan darajaga erishganda, ya'ni ilm jozibador bo'lganda keyin biz yuksalamiz. Endi 1% bilimni misol qilib aytdim men. U ixtiyoriy educational content bo'lishi mumkindir. Ya'ni yoshlarda hani qizlar uchun gelikda keladigan bola emas yoki bolalar uchun afsuski shuni erkak deb aytsa ham bo'lardi, hali dadasi boy qizlar emas, iminna aqli butun qizlar yoki bo'lmasa bitta narsani o'qiganda buzib tashlaydigan yigitlar, mana shu narsalar ularga jozibador ko'ringandagina men o'ylayman nimadandir umid qilish mumkin. Mahrga gelik so'ragan qizlar masalan? Mahrga gelik so'ragan qizlar yo'q. Endi haqqi bor, xohlaganini so'rarsa, mahr-ku. Lekin aynan boyligida shu narsa qilib olish bu yaxshi emas. Yarim oyiga $20,000 pul topish kerak. Shunaqa ham chiqdi, ko'rdim uni ham. Endi yoshlarda bilmaydim, misol uchun $20,000 pul topish qanaqangiligini. Xo'sh, yaxshi. Demak, AI bor, artificial intelligence. Sun'iy intellekt, Ha, sun'iy intellekt. Qaysi biznes modellar kelajakda yo'qolib ketadi deb o'ylaysiz yoki qaysi biri yaxshi ishlaydi? Qaysi biznes modellar? Biznes modellarda aynan model desangiz, biznes model unda men bilmayman. Lekin soha deylik, ham professiyalar. Sohalarda o'zi bu kuzatilinyapti. Masalan, tarjimonlik menimcha deyarli o'lib bo'ldi. O'zbek tili ChatGPT, ya'ni OpenAI da darajasi level 3 yoki level 4 turadi, ya'ni muhimlik darajasida. Aynan mana shu o'zbek tilida ba'zan to'g'ri trenirovka qildirsangiz, ya'ni to'g'ri mashq qildirsangiz, tarjimondan yaxshi kontent beryapti. Ayrim holatlarda. Endi tasavvur qiling, ingliz tilidan darajasi yuqoriroq bo'lgan ispan tiliga tarjimalardi yoki bo'lmasa ispan tilidan turk tiliga bo'lgan tarjimalardi. Ular o'zi ancha yetuklik darajasiga chiqib bo'lgan. Misol uchun men tarjimonlik sohasidir balki. Lekin ko'pchilik mana dizaynerlarda yoki shunga o'xshagan narsa yo'qib ketadi deyshadi, yo'q bo'lmayapti. Mana oddiy men o'zim grafika dizaynda ko'p qilganligim uchun, logotiplar bilan shug'ullanganligim uchun, ya'ni tendensiyalardan xabardorman. Sun'iy intellekt taklif qilyapti turgan brending yechimlar 10 balli sistemada 0.2 ga ham baholangani yo'q hali. Yoki bo'lmasa, lekin men o'ylayman mana customer support yo'qib ketadi deb o'ylayman. Customer support ham qaysidir darajada yo'qib ketadi deb o'ylayman.
buxgalteriya, programma. Dasturlashni bilmayman. Dasturlash ham juda ham qiziq mavzu bu ham. Lekin oxirgi paytlari mana men kecha ko'rdim, bitta yaxshi blog bor YouTube'da. Ya'ni Super Mario o'yinini klonini kodsiz o'zi yozdi. Adashmasam Claude'da yozdi. Claude 3.7 da yozdi. Ya'ni kodsiz, hech nimasiz, boshqa sun'iy intellektlarsiz, ya'ni kursor AI'siz, o'zisiz shunday Claude'da o'zini ichida yoza oldi shu o'yinni. Faqatgina promptlar bilan. Faqat lekin bunda ham nima deydi, til kerak bo'lyapti-da baribir. Ingliz tilini yaxshi bilish kerak. Chunki Claude'ga o'zbek tilidagi promptlardan ko'ra inglizchadagi promptlar ancha tushunarliroq. Taksistlar ham bor, self-driving cars. Waymo, Waymo'da bunaqadagi Arizonadagi chiqqan. Tesla'nikini ko'rdim. Ana. Ha, Cybertruck kichkinchasi. Ha, bu Amerikada chiqdi bu narsalar. Balki bo'lar deb o'ylayman. Men to'g'risini aytsam, o'sha futuristik romanlarda, Asimovda naqalarda keladigan cyberpunk asarlaridagi narsalarda ayrimlari sodir bo'lishiga ishonaman. Qachon ishonishni boshladim? Yaqinda bitta ochki chiqdi, o'sha ochkini sotib olmoqchi edim. Ya'ni bu ochkini plus tarafi nima? Shaffof, ya'ni u taraf ko'rinib turadigan ochki. Lekin sun'iy intellekt bilan G3 mi shunaqa edi modeli. Hozir brend nomi esimga kelmayapti. Qisqasi keyin haligi sherigim bittasi aytib qoldi, bo'lmaydi bu ochki, to'xtatdi. Lekin ochkida haligi xususiyat bor, ya'ni sizga qarab turib, men chekkada sizni yoshingiz, bir nima profilingizni chizib unaqa qilib o'tiradi. Ya'ni oldin kinolarda ko'rardik bu narsani. Hozir o'sha bu hayotda bor. Mana Facebook bilan Ray-Ban'da hamkorligi. Ray-Ban'da ochkilarni o'zi olishingiz mumkin Facebook, ya'ni meta o'rnatilgan. Va u sizga yo'lda ketib tursiz, o'sha directionlarni ko'rsatishi mumkindir yoki rasmga olishingiz mumkin, boshqa ko'p narsalar. Yaqinda prezentatsiyasida ham ko'rsatdi Zak. Ochkilarni oxirgi modellar. Xo'sh, demak bizda keyingi savol IQ va EQ haqida. Qaysi biri muhimroq deb o'ylaysiz? IQsi baland bo'lishmi yoki EQsimi? Oldin IQ va EQ ni tomoshabinlarga tushuntirish kerak. EQ bu emotional intelligence ni o'lchaydigan emotional quotient testi, ya'ni sizni hissiy holatingizni, ya'ni boshqalarning hislari bilan qanchalik darajada, ya'ni o'zi buni kim kiritgan? Daniel Goleman kiritgan o'zi fanga emotional intelligence. Nima desiz, ta'rifi siz o'zingizni hissiy holatlaringizni boshqarish, lekin boshqalarning hissiy holatini tushunishingiz. Mana shu EQ. Hop, O'zbekistonda EQ muhimmi, IQ muhimmi? IQ endi bu sizning intellektingiz deylik. Xo'p, qilib tushuntirganda. Salohiyatingiz. Salohiyatingiz. Bizni O'zbekistonda har doim meni o'ylashim bo'yicha EQ ko'proq qadrlangan, ya'ni emotional intelligence, ya'ni hissiy intellektni baholash ko'proq qadrlangan. Va bu narsani biz oddiy Daniel Goleman qachon yozgan? O'sha 2001da yozdimi o'sha? Bilmayman qachon yozganini kitobini, lekin o'sha kiritgan. Yaqin shu 2000-yilda bu yoqda adashmasam yoki ana boring 90-yildan buyon. Lekin bizda bu bir necha asrlardan beri bor emotional intelligence. Biz uni farosat deymiz. Farosatni bu degani tarjimasi bilmayman qaysi, men inglizchada menga kelmayapti. Tarjimasi yo'qmi? Emotional intelligence. That's what I think. Menimcha farosat tarjimasi. O'zbek jamiyatida shu muhim deb o'ylayman. IQ ham muhim, lekin bu bir-biridan ustun deb ayta olmaysiz. Ya'ni bu xuddiki doktorga boryapsiz-da, doktorga borganingizda siz doktorda IQsiga baho, qanaqa doktor kerak deyapsiz. IQsi baland doktormi yoki EQsi baland doktormi deyapsiz. Menga IQsi baland doktor kerak desangiz, uni ham pluslari bor. Sizga keladi-da, "Hop, do'stim, sizni boshingiz og'riyapti ekan, sizda mana moddalar ko'p chiqdi, qoningizda bu bo'ldi, yashashga umringiz 6 oy qoldi" deydi. Menga unaqa doktor kerak emas. Menga EQsi ham bo'lsin. Menga yashashga 6 oy umringiz qoldi demasin, menga bundan birga chiqib ketsak bo'ladi. Harakat qilib deydigan doktor kerak o'sha paytda. Farosat bo'lish kerak. Ya'ni farosati ham bo'lish kerak. Telefon qilib turib, "O'rtoq, dadang o'lib qoldi" deydi. Buni aytishda o'zini yo'li bor. Ya'ni men o'ylashim bo'yicha
aynan biz ko'p narsalarda hozirgi 1% bilimni mana premium kanalda ham nimani sharh qilyapmiz. Rory Sutherland'ni Alchemy degan kitobini. Aynan o'shanda Alchemistmi? Alchemy degan kitob. Pablo Coelho'ning Alchemy olgan emas. O'shani. Yo'q, bu How to Make Magic of Brands, ya'ni brendlarda, marketingda, ana Alex Hormozi ham ko'p nima qiladi, kommentariya qiladigan shu Rory Sutherland shu kitobi. O'shanda aytayapti, ya'ni biz mantiqiy fikrlash bilan boshqacha fikrlash hozirgi kundagi eng katta muammomiz hamma mantiqiy fikrlash yoki siz aytgandek IQ ga o'ralashib qoldik deydi. Odamlarda misol uchun hissiy tushunish, ular hamma narsani boshqacha qabul qilishlari haqida kamroq bizneslar ham, odamlar ham bosh qotiryapti deydi. Shuning uchun men o'zbek jamiyatida bilmayman, baribir kim bo'lishidan qat'iy nazar IQingiz baland bo'lsa och qolishingiz mumkin o'zbek jamiyatida, lekin IQingiz baland bo'lsa och qolmaysiz hech qachon. Chunki har doim sizni kimdir yaqin odamingiz bo'ladi. O'shaning uchun IQ muhim deb o'ylayman. IQ bizga demak ancha oldin kirib kelgan, lekin biz IQligini bilmaganmiz. Ular shunaqangi nima deydi, zamonaviy narsalar deb Prosta fanga kiritilgan IQ bo'lgan. O'zi bugun bitta qiziq narsani sharhladim. Hamma narsa yaratib bo'lingan. G'ildiraydi yangidan yaratmagan deb aytamiz deyapti odamlarga. Lekin undan keyin nima qilish kerakligini aytmaymiz deydi. Undan ko'ra o'sha g'ildiraydi zamonaviylashtir deyapti. O'shani qilgan odamlar, g'ildiraydi zamonaviylashtirgan odamlar yutib ketyapti deydi. G'ildiraydi revolyutsion aylanadi deb nomlayapti deydi. Xuddi Steve Jobs iPhone'larni yaratganda smartfonlar avvaldan bo'lgan. Steve Jobs yangidan yaratmadi smartfonni, lekin unga yangicha shakl berdi, nom berdi, dizayn berdi. Boshqa va smartfonni boshqatdan redefine qildi, qaytadan tavsifini yozdi. Xuddi shunga o'xshab farosat eskitdan bo'lib kelgan. Biz prosta unga chiroyli mana shunaqa nomlar berishimiz kerak endi. Emotional intellekting pasayib ketibdi, sana yaxshi bo'lmayapti bu deyishimiz kerak, kimdir urushganda. Farosating bormi demasdan. Farqi bor ekan. Ikkovisini farqi bor. O'z hayotingizda, misol uchun agar sizga tanlov berilganda, qaysi xatolarni takror qilishni istardingiz? Misol uchun mana shu xatoim menga juda katta foyda bergan hayotimda. Nimalar bo'ldingiz? Ya ko'pmi ular? Yo'q, ya'ni yana shu xatoni qilgan bo'lardimmi, ya'ni? Ya'ni shu xatoim menga improve bo'lgan. Self improvementda yaxshi bo'lgan, shaxsiy rivojlanishimda, o'sishimda turtki bo'lgan, zo'r foydasi bo'lgan. Proyektlar fail bo'lgandanmi yoki bu o'ylaydigan narsa ekan, lekin hali oson javob berish qiyin ekan bunga. Xatolar bilmadim. Xatolarga munosabatingiz qanaqa? Hamma xato qiladi. Kim xato qilmaydi? Sotsial medianing problemasi ham shunda. Biz xatosiz ko'rinamiz. Xatolarimizni olib chiqmaymiz. Faqat success story, pasportda ichida bilet chiqishdi Instagramda. Onasini hamsin bu faqat chet el yuradimi deb o'ylaydi ko'rgan odam. Men shunaqangi odamlarni ko'rdim. 4 ta 5 ta rasmga olib qo'yarkan. Boshqa yonda turgan g'irt begonani pasadichnisini olib, Nyu-York ekan uniki, Nyu-York degan joyi ko'rinib turibdi, Toshkent Nyu-York misol uchun. O'shani o'zini pasportining ichiga tiqib rasmga olib qo'yapti. Nimaga? Qachondir shuni qo'yar ekan qanchadir oydan keyin. Demak, yolg'on har oy u odamga qo'yirish. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, hozir yana mavzumiz chetlashib ketib qolyapti. Xato hamma qiladi, hamma xato qiladi-yu. Odamlar problemamiz ham shunda o'zi aslida. Yosh bolalar nima uchun muvaffaqiyatga erishadi? Ya'ni muvaffaqiyatga erishadiki, rivojlanadi. Chunki ular xato qilishdan qo'rqmaydi. Dada deydi, siz parkka chiqaylik deydi. Dadasi yo'q desa, yana qaytadan so'raydi ertangi kuni. Dada yana parkka chiqaylik deydi. Kecha yo'q dedim-ku deydi. Oxir bir oydan keyin dadasi ham rozilik bo'lib parkka olib chiqadi balkim qachondir. Biz shu xato qilib qo'yishdan qo'rqamiz. Noto'g'ri so'rab qo'ymayapmanmi? Yoki bo'lmasa, ishimni qilaman, o'xshamasa nima bo'ladi? Qo'shnilar nima deydi? Mahalla nima deydi? Boshqa. Shunga o'xshagan narsalar menimcha, bilmayman, odam xato qilishdan qo'rqmash kerak. O'ylab qilish kerak hamma ishda.
lekin xato bo'lsa bo'lishi mumkin-ku, hamma xato qiladi-yu. Ya'ni o'ylab qilishgan, risk qilib, mana shunaqa qilaman. Shunaqa. O'zingiz misol uchun fikrlashingizda 10 yil oldinga Xurshid bilan taqqoslasangiz o'zgarishlar bormi? 10 yil oldingi Xurshidni 10 yil emas, 15 yil, 20 yil oldingi Xurshidni boshqarib bo'lmasdi. Sig'masdi hech qayerga. Hayot faqat oq va qoradan iborat edi. O'rtadagi narsalar yo'q edi, faqat harom yoki halol edi. Hozir agar o'sha 20 yil oldingi Xurshidga gapiradigan bo'lsam yoki fikrlashgan bo'lsam, ozgina ko'tingni qisib tur, hammasi yaxshi bo'ladi derdim. Ya'ni bilmadim, meni fikrimcha 10 yil yoki 10 yil 20 yil oldingi nisbatan oldingi Xurshiddan menda anaqa kamaymagan. Ziyol deymizmi, nima deydi ahligi? Bir ishtiyoq, shijoat kamaymagan. Kamaymagan u narsalar. Lekin hayotga bo'lgan qarashim ancha o'zgargan. Oldin oq qorada ko'rgan bo'lsam, hozir o'sha orada seriy joylar borligini bilaman. Nima deydi? Bitta narsadan sirazi oq yoki qora deb hukm chiqarishda ancha o'zimni nima deydi, ustimda ishlaganman deb o'ylayman. Ya'ni judge qilmaysiz. Hozir kamaygan. Qilaman judge. Kamaygan hozir, ancha kamaygan. Bir 70-85% kamaygan. Nega faqat kuchlilar g'alaba qozonadi degan savol turibdi. Nega 80% odam har doim oddiy ishlarda qolib ketadi, 20% esa muvaffaqiyatga erishadi? 1% bilim. 1% bilimni eshitganimda 1% klub, 1% club bor-ku, faqat 1% odamlar. Masonlar. 90% boshqasi. Shu xayolimga kelardi. O'zi 1% bilim ideyasi sizga qanday kelgan? 1% bilim ideyasi har doim yoki u yoki bu shaklda bo'lib kelgan. Fikrbank bo'lardi ilgari, yoki boshqa. Fikrbank. Fikrbank ham, buni ham men bu hozir ham bor, Telegramda kanalim, oldin sayti ham bo'lardi. Keyinchalik unda har doim ya'ni konsepsiya bir xil bo'lgan. O'zim o'rganib o'qigan narsalarimni kimgadir berishim kerak degan tushuncha edi. Bu narsalar auditoriya to'plashni boshlagandan keyin u paytda bilmayman, Telegram kanalim ochganda 2017-2016 yil edi. Orada bir yil yozmay qo'yardim. O'zingizning Telegram kanalingiz? Yozmay qo'yardim. Keyin 1% bilim boshlandi. 1% bilim boshlangandan keyin u ham xuddi shunaqa kichkina reelslar olishdan boshlandi-da. 2 oyda misol uchun 30-40 mingtaga yetib qoldi podpисчик o'sha paytda. Keyin yana nimadir to'xtab qoldi. Keyin yana boshlandi, hozir yana ko'payyapti odam. Bu odamda o'ylaymanki, meni qonimda bor. Meni o'rtoqlarim domla deb chaqirishadi. Ya'ni laqab desiz ham bo'laveradi, klichkaga o'xshagan. Har doim nimadir o'rgatishni xohlaymanmikan? Chunki meni o'sha dadalari ham nima bo'lgan, nima deydi? O'qituvchi bo'lishgan. O'shandan boshlandi, ya'ni 1% bilim proyekti odamlarga davay nimadir beraylik, 1% kimnidir o'zgartirsam, birinchidan o'rgangan narsam o'zim esimda qoladi deb boshlandi. Undan keyin digital footprint degan narsa bilan tanishib qoldim men. Digital footprint. Bu degani bizni izlarimiz. Sifrovoy izlarimiz bor, bizning raqamli izlarimiz. Xurshid Maroziqovda qanaqangi progressga kelganini siz uni Facebook, Instagram va boshqa sahifalarni tahlil qilib chiqishingiz mumkin bemalol. Qanaqangi haligi oq qora o'ylardim oldin, hozir qanaqangi fikrlashim o'zgarganligini. Shu digital footprint qachongachadir davom etadi va biz o'lamiz. Hech kim umrbod yashamaydi. Masalan, men deylik, qaysidir yoshda o'laman baribir. O'lganimdan keyin men o'zimdan keyin qoladigan balki o'g'lim bo'lar yoki nima deydi, nevaralarim bo'lar. Ular men qanaqangi legacy'da yashaganimni bilishini xohlayman. Shuning uchun 9-may kommunistlarga qarshi gapiradigan bayramimizni, ya'ni bizni g'alaba kuni bizniki aynan shahidlar xotirasi, ya'ni xotira bayrami aytishdan qo'rqmayman. G'azo haqidagi fikrlarimni aytishdan qo'rqmayman. Chunki meni avlodlarim, mendan keyingi o'zim farzandlarim o'zini bobosi qaysi tarafda turganligini ochiq bilish kerak. Chunki men bu ketishda zamon umuman boshqacha bo'lishiga ishonaman.
Ya'ni zamonki nima desam bo'ladi? Odamlarda dunyoqarash boshqa. Hozir to'g'ri narsani o'zini to'g'ri deb aytishga qo'rqadigan zamon. Misol uchun Amerikada. Yoki bo'lmasa Yevropada faqat erkak va ayoldan iborat jins deyishga opasniy. Odamlar Twitterda shu narsani yoza olmaydi. Sababi Germaniya elchixonasi viza bermashi mumkin. Tasavvur qilyapsizmi? Ya'ni to'g'ri narsani to'g'ri deya olmaydigan zamonda yashayapmiz. Mana shu narsa footprint bo'lib qoladi sizdan keyingi avlodlarga. Men Xurshid Maroziyov va bitta u ham bobom ham nima deydi, anaqangi bo'lgan ekanda degan narsani xohlamayman. Mendan keyingi avlodlardan menga savob borib turishini xohlayman. Mendan keyingi avlodlardan men o'lganimdan keyin ham ularni nimadir tarbiya qilishini xohlayman. Qiymat hosil. Qiymat hosil bo'lsin. So'z erkinligi haqida fikringiz qanaqa? So'z erkinligi bu har doim mujmal tushuncha bo'lgan. Mana Volterni davridagi so'z erkinligi yo'q. Yoki bo'lmasa anaqangi Amerikada ham yo'q so'z erkinligi. O'zbekistonda ham yo'q. O'zbekistonda faqat bu so'z erkinligi o'ng tarafdan yo'q bo'lsa, Amerikada o'sha so'z erkinligi chap tarafdan yo'q. Mana kecha yaqinda Elon Muskni kecha bo'lgan ish. Tesla'ni bitta general menejeri Twitterda Elon Muskni tanqid qilganligi uchun ishdan bo'shadi. Mana sizga so'z erkinligi. Yoki bo'lmasa o'zini fikrini ayta olmayapti turgan ayrim bizdagi odamlar bor, misol uchun. Chiqib turib har xil gaplar gapiryapti. Endi kimligini aytmay qo'yaverib, lekin gapirib turgan gapi o'zi o'sha o'tirib turgan diniy unaqaga ham to'g'ri kelmasligini o'zi ham juda yaxshi biladi. Bu tarafdan so'z erkinligi. Aytadi-yu, hali Galsin jandarma, polis Karakoydan deydi. Mahmud Erdemni shunaqa ashulasi bor. Kelsin qo'limga kishan solsin, lekin miyamga kishan sola olmaydi-ku deydi. Yoki tilimga kishan sola olmaydi-ku deydi. Ya'ni o'zingiz uchun o'ylayvering, o'zingiz uchun gapiravering. Lekin aytib turgan gapingiz kimgadir zarar bo'lishi mumkin. Shuning hisobidan so'z erkinligi o'sha tarafdan bo'g'iladi. Hamma jamiyatda. Absolutist so'z erkinligi mavjud bo'lgan jamiyat yo'q. Suhbatimiz davomida ham shuni realize qildim, ya'ni angladim. Sizda ham so'z erkinligi bor. Ya'ni xohlagan narsangizni gapirasiz. To'g'ri deb bilgan narsangizni, xohlagan narsangiz to'g'ri deb bilgan narsangiz. Shunaqa. Xurshid aka, nima deb o'ylaysiz? Marketingni o'rganish uchun 4 yillik o'qish, diplom majburmi? Kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Yoki praktikadan kelib chiqish kerakmi? Aynan marketing uchun faqat. Aynan marketing uchun balki kerakdir, kimgadir kerakdir, lekin hozir zamon shu darajada o'zgaryaptiki, ya'ni bugungi marketingning qoidasi ertaga tushmay qolishi mumkindir. Mana misol uchun law of perception bo'lardi, Al Rice'da haligi men anaqa deydi, bepul anaqasini qilib qo'yganman. Marketing 22 o'zgarmas qonuni. O'shani 17 ta qonunga kelganda tugatganman sharhini. Hozir hamma bepul eshitsa bo'ladi. O'sha 1% botga kirib turib, kirsa o'zi bepul anaqangi bor, yopiq kanallar bor. Borsa o'sha yerda marketing 22 qonun degan anaqa chiqadi bepul. Faqat 17 tada tugagan qonunlar. Chunki 22 ta bo'lish kerak edi-yu. Xo'p. Men 22 ta qonun o'zi bugun ishlamasligiga ishonaman. Yo'q, qonunlar ishlamaydi. Hammasi ishlamaydi. Ha, ya'ni yo'q bo'lib ketgan qonunlar. Misol uchun ilgari aytardiki, law of multiplicity, ya'ni bitta sohada kengayishlik mumkin emas deb aytardi. Amazon bu qoidani buzdi. Ya'ni faqat kitob sotmayapti, endi ular boshqa narsaga sotyapti. Sekin-sekin AI ga, boshqa bularga tarmoqlayapti, groceryga tarmoqladi, boshqa, ya'ni kinoga tarmoq. Ha. Bu soha ishlamadi, ya'ni onlaynda demak boshqacha marketing qoidalari kerak ekan. Brick and mortarda boshqacha marketing qoidalari kerak bo'lsa, onlaynda boshqacha ekan. Brick and mortar degani offline bizneslar, ya'ni. Ha. Tushunarli. Shunaqa. Lekin men marketingda O'zbekistonda mana misol uchun ko'p narsalar boshqacha marketing qilinadi. Tasavvur qiling, mana misol uchun mana shu kofeni sotish uchun kofeni sotadigan do'konning egasiga kofe haqida research qilish muhim emas. Kofeni egasiga birinchi bo'lib qaysi influencerlar bilan tanishib turib, o'shalar reklama qilib berishi muhim.
Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Coffee truck ochiladi birinchi, balki brick and mortar ochish kerak emasdir. Ya'ni bitta joyda arendaga olib turib qilish kerak emasdir. Oldin patokda o'rganishimiz kerakdir. Kelinglar, mana coffee truck olamizda, bir kun Milliy universitetning oldiga, bir kun narxozning oldiga, bir kun betga qo'yib ko'ramiz. Qayerda yaxshi patok bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerdan keyin bitta joyda arendaga olib, keyin o'sha yerdan ochamiz. 50 ta odamdan apros qilib ko'raylik, ularga ko'k krushka yoqdimikin yoki bo'lmasa qizil krushka yoqdimikin. Bunaqangi nima deydi? Stakanlar yoqdimikin. Kelinglar, ularga kombinatsiyadan mana 20% ga saksonli arabika bilan aralashgan narsa yoqdimikin yoki 100% arabika beraylikmi? Qaysi birini biz default o'zimizni bitta kofe berib yuboring degan odamga qaysi birini biz shunaqa qilishimiz kerak kofe? Bunaqangi narsalar yo'qda. Davay palonchi miga chiqamiz, palonchi vayinga chiqamiz, pistonchi shunaqangi bitta reklama qilib beradi. Bo'ldi, reklama qilib beradi, bo'ldi, xo'p. Brand awareness beradi xolos bu narsa. Lekin sani biznesingdagi kачество yoki bo'lmasa sifat, oqimni boshqarish, shunga o'xshagan narsalar nimasini hal qiladi bu? Keyin yuradi. Cho'ta savdo ushlab qoldi, yana bitta reklama beraylikmikin deb. Marketing reklama emas, marketing birinchi o'rinda research. Shuni so'ramoqchi edim. Marketing bu izlanish, tadqiqot. Marketing esa afsuski bizda o'sha reklamalarni tushib qolgan. Bitta postini ichib bo'l, bitta istoriyasini ichib bo'l, mana shunaqa narsani tushunib. Reklama berish, mashhur odamlarga. Shunaqa. Brendni tanitish. Tushunarli. Digital marketing ya'ni. Digital marketingni o'ta rivojlanib ketishiga O'zbekistonda, ya'ni asosiy sabab nima bo'ldi deb o'ylaysiz? SMM. Zamonaviy kasblar kirib keldi bizga. Coviddan keyin. Bilmayman, SMM degan kasbga men to'g'risini aytsam, uncha ishonmayman. Unaqangi social media marketing bor bu, lekin bu kasb sifatida emas, marketingning tarmog'i sifatida bor. Agar sen marketingni basiclarini, ya'ni asoslarini bilmasang, sen SMMchi emassan. Videoni qirqib, orqasini blur qilib Instagramga joylash bu SMMchi degani emas. SMMchi odamni ilmiy izlanishda borib o'qiydi. Nimadan o'qiydi? MailChimpdan o'qir balki, MailChimp chiqaradi yoki bo'lmasa HubSpot chiqaradi. Kattalik o'zini instrumenti bor nimalar, blog chiqaradi. Odamlar nima qilyapti turganligi haqida onlaynda. O'shalarga qarab turib o'zini mijozini moslab beradi kontentini. Prosta taktayda captionda chiqarib qo'yib turib, sizga unaqa kerakmi? Unaqa SMM emas u. Tushunarli. Qanday qilib davlatga bog'liq bo'lmaslik mumkin deb o'ylaysiz? Ko'pchilik odamlar davlatga yoki boshqa odamlarga qaram bo'lib qoladi. Qanday qilib shaxsiy biznes yoki mustaqil iqtisodiy daromadga, iqtisodiy erkinlikka erishish mumkin deb o'ylaysiz? Iqtisodiy mustaqil daromad oqimi yaratish mumkin. Financial independence, ya'ni. Yes. Moliyaviy mustaqil bo'lish mumkin. Qanaqa qilib moliyaviy mustaqil bo'lish mumkin? Sizning fikringizcha? Davlatga qaram bo'lishlik xolismi, xohlamasmi, jamiyatda har xil nima deydi, o'zini turlari bor. Ya'ni kam ta'minlanganlar bo'ladi yoki boquvchisini yo'qotganlar bor yoki bo'lmasa umuman jamiyatda o'zini ma'lum bir qatlamlari bor. Davlat ularni o'zini himoyasiga olishga majbur. Lekin hamma narsani davlatdan kutaverishlik ham bu to'g'ri emas. Faqat mana shu narsalar, ya'ni yoshlarga bunaqangi yengilliklar yo'q, yoshlarga bunaqangi yo'q yoki bo'lmasa bizga bunaqangi kredit bersin, bizga bunaqa bersin, arzon uy-joy bersin. U odamlarni haqiqiy holiga tushib ko'rish kerakdir balki, bilmayman. Ilgari bunaqangi odamlar dangasa deb o'rgan bo'lardim. Hozir balki o'sha odamlarni o'zini holiga tushib turib, bu vaziyatda men bir nima deya olmayman, lekin yoshlar agar bo'ladigan bo'lsa, sochma ko'rib qolaman. Ba'zanda qanaqadir PUBG mi yoki bo'lmasa Counter'ga vaqt sarflayaptimi? Aynan o'sha narsani, birorta narsani o'rganish. Oddiy Gladwell'ning 10,000 soat qoidasini aytgan-ku, Outliers aytuvdimi, qaysidir kitobida. Ya'ni ixtiyoriy bitta narsada eng master bo'lishing uchun 10,000 soat yetadi deydi. Hech bo'lmasa o'shani bo'lib qilish mumkin-da. Muhim o'sha 10,000 soatni 1 yildami, 3 yildami, 5 yildami hit qilish, ya'ni urish. Men o'zimga Ramazonda challenge qo'ydim, ya'ni press qilaman. 1000 ta press qilaman. 1000 ta pressda farqi yo'q. Bir kunda 10 ta qilishim mumkindir, keyingi kun 40 ta qilishim mumkin. Muhimi Ramazonda oxirigacha 1000 ta press qilaman deb shunaqa challenge qo'ygandim.
Ya'ni 10,000 soatlik qoida ham xuddi shunga o'xshaydi. Farqi yo'q. Bitta endi qangi timermi yo counter qo'yib qo'ygan, o'chirib bor o'zing o'sha narsani o'rganishdi. Qachondir hit qilasan o'sha narsaga 10,000 soat yetishganda, lekin master bo'lgan bo'lasan. Sani shahringda sendan zo'ri bo'lmaydi. Balki respublikada bo'lmas sendan zo'ri sohada. Balki qobiliyati bordir shu narsaga. Ha, keyin nima kuchlilar diskusiz, ya'ni kuchlilar har doim g'alaba qozonadi. 20% kuchli, 80% kuchsizlar. Men bunga ham boshqacharoq qarashim mumkin, misol uchun. Oldin kuchni nima belgilaydi-da? Kuchni bizning muskullarimiz belgilaydimi zaldagi yoki intellekt belgilaydimi? Hop 20% kuchlilar deganda biz nimani nazarda tutyapmiz, misol uchun? Balki 20% kuchlilar deganda qanaqadir kuchli aloqalari odamlarni gapirib turgandir biz. Kanallari bor, aytgan gapini qiladigan odamlarni. Oldin kuchni biz aniq nimaligini bilib olib turib, keyin shundan keyin bir qaror qilsak bo'ladi. Lekin haliga aytgan gapim, ya'ni biz hammamiz nimadadir kuchlimiz. Vaqt o'zimiz topib olsak bo'ldi o'sha qayerda nimamiz kuchliligini. Lekin afsuski hozir o'sha mana siz aytdingiz-ku Instagramda yoki sotsial mediada hamma bir-birini, men bir post chiqardim agar ko'rgan bo'lsangiz, biz bu juda ham dahshatli holat. Bitta narsani scroll qilyapsiz internetda. Mashina bo'yicha nimadir kontent chiqib qoldi. O'sha siz ko'ryap turgan kontent mashina bo'yicha eng zo'r kontent, perfect. Eng dahshati. Keyin bitta o'tkizdingiz, bitta qiz chiqyapti. Musiqaga o'yinga tushyapti. U ham eng dahshati. U qiz o'zini, ya'ni bir oynaga solgandir, boshqa qilgandir, bu reels olish uchun 50 marta shunaqangi o'yinga tushib ko'rgandir. Siz eng zo'r shotni ko'ryapsiz. Yana o'tkizdingiz. Bitta odam menga o'xshagan odam bir aqlli gapni gapiryapti. U ham bu aqlli gapni titib nechta kitoblarda ko'rganda, xuddi sizga bu yerda na muallifini aytib bu gapni, na boshqasini aytib bir aqlli odamdek gapirib turibdi. Hayotingiz faqat eng zo'rlarni ko'rishdan iborat bo'lgandan keyin nima deb o'ylaysiz o'zingizni hayotingiz haqida? Bir bomujda hayotiga o'xshab qoladi-da sizning hayotingiz. O'shaning uchun hozir o'chirish kerak. Men shunaqangi haqiqiy unaqasini ko'rsatmaydigan bir na diningizga, na dunyoyingizga, na o'qishingizga bir gram foydasi bo'lmaydigan odamlarda nafi qilasiz hayotingizga kirgizib. Kuchli bo'lmoqchimisiz? Mana shu disiplinani ham ushlang. Окружение to'g'ri tanlash kerak, ya'ni yon atrofdagilar. Ha, yo'q deyishdan qo'rqmang. O'rtog'ingiz bir nimaga chaqiryaptimi, yur ket desa, yo'q deng kerak bo'lsa. O'sha sizga foyda bermayaptimi, o'sha o'sishingizga, boshqa naqangiga. 20 yoshmisiz, rosa o'saydigan paytingiz. Dam olib, kayf qilib, ko'chada nima deydi, baltat qiladigan deydi-yu bizda. Gap sotadigan, semishga chaqib, bir nima qiladigan. Ha. Unaqa emas, unaqa payt emas 20 yosh. Tushunarli. Bir narsa haqida mavzu ochmoqchiman, lekin juda katta nima deydi? Ijtimoiy muammolarga sabab bo'layotgan mavzu, ya'ni feminizm. Feminizm, ya'ni women, ayollarning huquqlari. O'tgan kuni ham bitta yaxshi, men hurmat qiladigan bitta akamizni internetda kaltaklashdim. Ya'ni feminizm haqidagi fikrlari uchun. Meni Twitterda o'zi bilmayman, hamma feminizmchilar, o'sha feministlar yomon ko'rsa kerak, chunki Twitterda faqat men jang qilaman, ko'p jang qilib tanilganman deb o'ylayman. Bitta narsani to'g'ri tushunaylik, feminizm va boshqa narsani. Meni feminizmni qo'yib turing. Bular nima xohlayap turganligini o'zi bilmaydi. Realni aytyapman. Lola bilan konstashul aytyapti. Chidamadi. Ochiqchasiga ayollarda zo'ravonlikka chidamasdan bo'ldi, oilangdan ket, oilangni buz degan mujda bor bu klipda orqasida. Hop, chidamasin, onasini yemsin, ajrashsin oilasi bilan. Sen boqasanmi? Lola boqadimi? Konsta boqadimi uni? Bolasini kim boqadi? Ishchi o'rni bitta qo'shimcha yaratish kerak uning uchun. Kim yaratadi? Jamiyatning eng kichkina nukleus deydi, oila, nukleus eng kichkina, ya'ni jamiyatni jamiyat qiladigan bo'lagini bo'lmoqchi bo'lyapti bular. Hop, muammoni men inkor qilganim yo'q. Ayollarga qarshi zo'ravonlik bormi? Bor. Kim zo'ravonlik qilyapti? Erkaklar, onasini ham o'sha chichqoq erkaklarga ayt, xotinni urmagin, zaifalardi deb.
Nimaga ayollarga chidama deysan? Na bir bolasini boqishda bir bo'yningga olasan, na bir ularni ish bilan ta'minlashda bo'yningga olasan, bijir qilib ashula aytadi. Nima xohlayapti turganligini odam bilib olish kerak. U muammo mana shunda. Bularga muammoning yechimi qiziq emas. Bularga jamiyatni parchalash qiziq. Aynan mana shu ashulachilarga. Nimaga erishadi chidamasdan? Hop, chidamayap turganlar qancha O'zbekistonda? 10 million oilani farazan olaylik yoki 100 ming oilani farazan olaylik. 100 ming oilani hammasida ijtimoiy zo'ravonlik, ayollarga nisbatan shunaqangi urib, ko'zini ko'kartirib, men o'zbek ayoliman deb chiqyapti. Shunaqa deb o'ylaysizmi? Bu jamiyatda nima deb ko'rsatyapti bular? O'zbeklar unaqa emas. Bor, meni uyimga bor, meni ayolim bilan gaplash. Bor, meni mahallamga bor, meni mahallamdagi 80-90% oila bilan gaplash. Birorta xotinni ko'zi ko'karganmikin? Biz shunaqangi odamlar emasmiz. Mana shunaqangi jamiyatni ko'rsatadigan odamlarni dushman deb e'lon qilish kerak. Hayotni oilani parchalash, maqsadi oilani parchalash. Ayollarga qarshi zo'ravonlikni to'xtatmoqchimisan? Masjidlarda ma'ruza qil erkaklarga. Erkaklar uryapti ayollarni. Ayollarni urgani yo'q. Erkaklarga gapir, xotiningni urmadigin. Chidama, u bu unaqa. Nimani chidamaydi? Shunga o'xshagan narsalar bilmayman. Feminizm bu Yevropada ham, Amerikada ham, butun dunyoda ham ma'lum bir makon va harakatlar talab qiladigan harakat, siyosiy harakat. O'zbekistonda bu absolyutni ishlamaydi. O'zbekiston sharqiy madaniyatga ega, aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan mamlakat. Buni har xil g'oyalar orqali tiqishtirishga intilyap turganlar bor. Ixtiyoriy misol uchun Yevropa taraqqiyot bankidan kredit olmoqchimisiz? Iqtisodiy shartlarini bajarib qo'ying, biznes sifatida, va ularning ijtimoiy shartlarini ham bajarib qo'ying. Sizga kredit berish uchun ijtimoiy shartlar eng katta asosiy o'zi bandi hisoblanadi. Ishchilarni 50% ni ayollar qilasan, u qilasan, bu qilasan. Bularda hammasi hazil emas. Mana kim Yevropadan kredit, Yevropa taraqqiyot bankidan kredit olgan ixtiyoriy odamlar bilan bemalol gaplashishingiz mumkindir. Qani shunaqangi ijtimoiy talablari yo'qmikan? Albatta bor. Albatta bor. O'shaning uchun hamma anaqangi nimalarga bilmayman, bu feministlar deb men bilganlarim balki 80%dir yoki undan ko'proqdir. Albatta qanaqadir nima deydi? Jamiyatda qiyinchilikka erishgan, qiyinchilik ko'rgan yoki shundan haqiqatda bir zulm ko'rgan anaqangilar. Lekin bu bir global harakat emas O'zbekistonda. Umumiy gapirmaslik kerak deyapsiz. Ha, bittasi chiqyapti-da, atlas qo'yadi. Men o'zbek ayoliman deyapti. Maytlar ko'karyapti bir nimani. Uni kimdir propaganda qilib tayyorlagan uni. Ha, nima sabab? Sabab bosh ko'tarsin qolgan ayollar ham. Uyida ozgina diskomfortga, norozilikchilikka yoki bo'lmasa qanaqadir qiyinchilikka tushganlar ham bosh ko'tarsin, oila bo'lmasin. Maqsad shu. Agar ularning maqsadi boshqacha bo'lganda erkaklarga gapirgan bo'lardi. Ayollarni o'zini san chidama bakka chiqib emas. Lekin men o'ylayman, u darajada ham nima deydi? Ayollar ularni sotib olyapti turgani yo'q fikrini. Nima qilib bormi shunaqa ayollar? Yo'q, fikri bor o'zlarining. Ayollarda o'zining fikri bor, mustaqil fikri bor deb o'ylayman. Jinnimi bular deb o'ylashadi. Ha, bular jinnimi deb men ham shuni bildim. Men ham bir ikkitasi bilan gaplashib ko'rdim va bular o'zi deydi, nima qilasiz deydi, o'zi tug'ma baxtsiz odamlarni deydi, unaqasiga aralashib deydi. Yo'q, lekin bu propaganda darajasiga chiqqanda aralashish kerak. Bu mediada millionlab viewlarni promote qilib, ya'ni pul tikib bu narsaga qilinyapti turgan paytda kimdir gapirish kerak. They are spreading their own misery. Xuddi shunaqa. O'zi bu haqda bizning mentalitetimizga to'g'ri kelishi ham bor. Umuman to'g'ri kelmaydigan, ya'ni o'zlarining fikrini olib chiqib, bizga hech kim kerak emas, erkaklar kerak emas, o'zimiz mustaqil yashay olamiz. Balki bilmayman, ayollar misol uchun
ayollar o'qishini tarafdoriman. Ayollar qancha mustaqil bo'lsa, shuncha yaxshi. Lekin qolgan taraflari-chi, tarbiya masalasi-chi? Tanazzulni ko'rmadikmi tarbiyada? Yevropada ko'rmadikmi tanazzulni tarbiyada? Shuncha joylarda ko'rib turibmiz, faktlar bor. Jon Heydni o'sha Anxious Generation degan kitobi bor. Xavotirli avlod degan. Aynan siz bilan bugun muhokama qilyapti turgan vazifalarimiz. Nima deydi? Suhbatimiz jarayonidagi mavzular haqida. Tarbiya masalasi o'sha yerda eng birinchi o'ringa chiqyapti. Hayron qolasizda, ya'ni nima deydi? Chuqur o'ylamaydi, boshqa unaqa qilmaydi. O'zi aslida bularni ham nima deydi, chaqirig'iga labbay deb turganlar ham hammasi borib mana shunaqangi tanqidiy fikrlashga borib taqaladi hamma narsa. Chunki o'sha men aytib turgandek, aytdim o'zizga, kim boqadi bo'pti, xo'p. Chidamadi kimdir. Da kelinglar uni iqtisodiy tarafini muhokama qilamiz. Kelinglar buni nima deydi, ijtimoiy tarafini muhokama qilamiz. Yo, men shunaqangi fikrlaganda edi, menimcha bunday narsalarga yo'l qo'ymagan bo'lardi ko'pchilik. Ya'ni shu propagandani ichiga kirmagan bo'lardi. Targ'ib qilmagan bo'lardi. Hayotingizda eng katta saboq bo'lgan voqea bormi? Siz uchun? Qandaydir? Haligi adashmasa Machiavelli aytganmidi? Ya'ni seni umring bu qum soatga o'xshaydi. Qum soatni teskari qilib qo'yasan. Ya'ni qum bu seni umring o'tgan sari soatni u yog'ini ko'rib boraverasan. Odam ulg'ayyapti, chochiga, soqoliga oq tushyapti, boshqa bo'layapti-da. Keyin o'zi uchun, misol uchun oldin o'tgan narsalarning hammasi saboq bo'lib tuyulaverar ekan. Ya'ni bitta narsani, mana shu narsa meni hayotimga katta ta'sir qildi deb aytolmaysiz ekan. Misol uchun ta'lim masalasida olib qaraydigan bo'lsangiz, meni dadam majburlagan deyman. Ya'ni meni dadam majburlashgan, meni shunaqangi o'qiysan, boshqa qilasan deb. Shu paytda yoqmagan menga. Hozir mana misol uchun to'g'ri qilgan ekanlar deyman. Hozir kunda mana hozir menga eng katta saboq bo'layotib turgan narsa atrofimdagi odamlardan ko'rib o'rganyapman. O'sha o'zini men ota-onam bilan meni farzandlarim katta bo'lyapti-da. Ya'ni men bitta uyda yashaymiz, bitta xo'jalikda. Meni oilam va meni ota-onam bitta xo'jalikda yashaymiz. Hozirgi olyapti turgan eng katta sabog'im, eng katta yutug'im ham shu, ya'ni meni o'zimni farzandlarim o'zini buvisi bilan birga katta bo'lyapti turganligi. Chunki ular beryapti turgan qiymat o'sha bitta avlod oldingi qiymatda, ya'ni uni men ko'chadan ham sotib olib beralayman, unga kurslar yo'q. 5 million, 10 millionga o'rgatadigan bobo va buva o'gitlari degan kurslar ham yo'q. Va uni siz o'zingizni necha yillik shakllanib kelyapti turgan oilangiz qadriyatlaridan kelib chiqib turib ularga singdirilyapti bu narsa. Mana shu narsa hozir menga eng katta saboq bo'lyapti. Chunki ayrim do'stlarim bor, misol uchun o'zi boshqa shaharda yashaydi, ota-onasi boshqa joyda, juda ko'pchiligida muammo shu narsa, ya'ni yoki ota-onasidan alohida yashab turganlarda baribir ancha katta qiymat berar ekanda bu bilan o'sha nimani tarbiyasi. Sizni ota-ona tarbiyasiga qo'shimcha. Shu olyapti turgan sabog'im hozir. Demak, foydasi juda katta. Albatta. Ota-onalar bilan 100x, ya'ni ota-onasi borlar nima deydi? Qanchalik baxtli odamligini farzandli bo'lgandan keyin tushunadi. Bizda kichkincha an'anamiz bor podkastimizning. Suhbatimiz yakunida mehmondan so'raymiz. Ya'ni 3+3. Kitob va film tavsiyasi. Film ko'rib turasizmi? Men hozir ko'rmayman, anchadan beri. Lekin oldin IMDb'da o'sha top 100 men hammasini ko'rib chiqqanman. Faqat anaqalardan tashqari Batman'ni ko'rmaganman. Marvel kinolarni ko'rmaganman. Demak, biron bir qiymat izlagansiz kinoda. Bilmayman, qanaqadir o'zimni tabiiy unaqa qiziqishim yo'q shunaqangi janrlarga, ya'ni. Kinolardan bo'ladigan bo'lsa, bo'pti, xo'p. 12 Angry Men birinchisi. 3 ta kino, 3 ta kitob. Okay. Kinolardan 12 Angry Men, 12 ta
Jahldor odam. Mhm. 1950-yilda ham olingan, lekin ko'rib maza qilasiz bu kinoni. Hmm. Chunki kino bitta xonada olingan. Va IMDb'da top adashmasam 10 ta kinodan bittasi. Bitta xonada olingan. Adashmasam shunaqa, boshqa bitta syujet yo'q. Ikkinchi kino bu endi hamma ko'rgan bo'lsa kerak. Ko'pchilik ko'rmaganini nima qilishim kerak, tavsiya qilishim kerak. Umumiy hamma ko'rish kerak bo'lgan yoki o'zingizni Endi mendan so'rasangiz Godfather deyman men. Godfather. Godfather bilan Shawshank Redemption deyman. Shawshankdan qochish bilan nima deydi? Cho'qintirgan ota deyish mumkin. Lekin hamma tavsiya qilgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shuning uchun 12 Angry Men, Life is Beautiful. Life is beautiful. O'sha kino ham yaxshi. Keyin qaysi edi? Silent juda ko'p kitoblar. The Pursuit of Happiness ko'rganmiz? The Pursuit of Happiness. Will Smith o'ynaganmidi? Ha, u ham yaxshi kino. Shularni deb o'ylayman, ya'ni. Demak, 12 Angry Men, 12 Angry Men, Godfather and Shawshank Redemption. The Life is Beautiful. Life is Beautiful. Life is Beautiful. Yana Schindler's List ana. Schindlerning kitobi. Schindler's List. Haligi nima deydi? Endi hozir bilmayman anaqangi tavsiya qiladigan kino emas, hozirgi kontekstda G'azoda bo'layotgan turgan ishlarda anaqasi. Lekin bitta odamni qancha ishlarni qilish mumkinligi haqida kino. Tushunarli. Kitob tavsiyasiga o'tsak. Endi bu oson. Robert Greene 48 Powers of Law. 84, 48. 48. 48, 48. Uni podkastlarini ham kuzatib turaman. Robert Greene 48 Powers of Law yaxshi yozilgan. Keyingisi o'sha kitobning bitta narsasi menga intriga beradi. Qamoqxonalarda mumkin emasligi. O'qish. It's not allowed in prisons. Yo'q, rostdan shunaqami? Qamoqxonalarda o'qish mumkin emas ekan, chunki power laws-ku ular. Chunki qonun qoida ularga neto ta'sir qilib take over prison o'shanaqa narsa bo'lib ketar ekan. Shunaqa bilmadim, balki marketing uchun aytilgandir, lekin balki shunaqa bo'lsa kerak, lekin men eshitmagan ekanman buni, to'g'risi bilmayman. Keyingisi mana oxirgi ochgan kitoblarni ko'raylik. Aktivni o'qib turasizmi? Aktivni hozir o'qiyman, oldin eshitib ham turardim, hozir ham eshitib turaman. Aytgancha men challenge qilaman, kim O'zbekistonda turib Audible'da mendan yuqori darajada bo'ladigan bo'lsa, va unga keyingi Audible'da nima deydi? Birorta o'zi xohlagan kitobni bepulga sovg'a qilaman. Demak, bizni ko'rayotganlar bor. Shu challenge-ni e'lon qilasiz. U Audible'da o'tkazgan daqiqangizga nisbatan qarab o'lchanadi. Audible'da yo'q, o'tkazgan daqiqangiz ham bor, alohida keyin badge'lar ham bor. Ya'ni 5 ta o'rin bor, oxirisi mastery, eng oxirgisi. Men o'sha eng oxirgi o'rindaman, masteryda. Keyin badge'lar bor. Badge'lar bu sizni Audible'dan foydalanishingizga qarab turib beriladigan medallar. Jami adashmasam 18 ta medal bo'lsa, o'shandan 16 tasini olganman. Ya'ni bu maqtanadigan narsa-da, ya'ni men yaxshi ko'raman shu bilan maqtanishni. Chunki ilm bu. Deydi, kimdir mana bahslashing bemalol. Agar kim o'tgan bo'lsa, men umumiy hisobda bir statistikani e'lon qilib qo'ydim, adashmasam. 800 soatmi deykini umumiy hisobda. Yo'q. Maqtanishga arziydigan ekan. Shunaqa. Shuning uchun shu tavsiya qiladigan kitoblarim, hop. Demak, birinchisi anaqa bo'ldi, 48 Powers of Law. Ana undan keyin Mastery, u ham Robert Green'niki. Mastery. Asaxiy Books'da tarjima qilishgan Mahorat degan kitob. Mahorat deb adashmasam, Mahorat deb tarjima qilishdi. Siz hamma kitoblarni ingliz tilida o'qiysiz yoki eshitasiz? O'zbekchada juda ham kam. Va keyingisi Tribe of Mentors. Bu Tim Ferriss'niki. Endi bu inglizchada, o'zbekchasi chiqdimi yo'q bilmayman, to'g'risi. Lekin bundan oldingi aytgan kitoblarim ikkalasining o'zbekchasi bor.
aytgancha 1% botda 1% bu reklama emas, bu anaqangi o'zini qiymatiga 1% premiumga a'zo bo'ladigan bo'lsa kimdir 1% bilimda o'sha yerda Asahi Booksdan nechta kitob olishdan qat'iy nazar hamma kitoblarda 15% chegirmada oladi. Chunki biz promokod beramiz. Ya'ni 1% bilimda g'oyasi ham shunaqa, ya'ni ilmni rag'batlantirish. Biz o'zimizga kerak bo'ladigan ilmga taalluqli bizneslar bilangina reklama qilamiz xolos. Ya'ni hamkorlik qilamiz. Bu tarafda Asahi Books 15% chegirma olishingiz mumkin. 1% botga a'zo bo'ladigan bo'lsangiz. Bu tarafda Cambridge ingliz tili o'quv markazi misol uchun. Attan ham qanaqadir biz 200 ming so'mlik bir martalik skidka beramiz. Bu yerdan onlayn ta'limda Najot ta'limda haligi Edfixmi qasi bor. Nima deydi? Onlayn kurslari bor. Misol uchun 2 million 3 millionga haligi har xil programmistlikni o'rgatadigan o'shalarga 30% chegirma beramiz. Maqsad shu, ya'ni ilmga targ'ib bo'lsin. Odamlar nimadir o'rgansin, yoshlar. Shu. Demak, sizning kitob tanlash fokus deydimi? Umuman boshqacha ekan. Hammada eshitgan kitoblarim ko'pincha umumiy kitoblar. Atomic Habits, Psychology of Money. Lekin ko'p kitob o'qigan odam baribir farq qilib turar ekan. Umuman boshqa turdagi kitoblarni aytdingiz. Ha, men lekin odatda anaqa ham o'qiyman. Nima deydi? Fiction kam o'qiyman, juda ham kam o'qiyman. Non fiction o'qiyman faqat. Real narsa o'qiysiz. Ha, ya'ni nima deydi? Yo o'sha ilmiy izlanishlar, yo biznes, yo tarix. Ya'ni hayotda bo'lgan narsalar bo'lishi kerak. Demak, roman-pama o'qib turibman. Eslarim, Sariq devni minib o'qigandirman balki. Tushunarli. Suhbatimiz so'ngida kuzatuvchilarimizga nima degan bo'lardingiz? Erkin mikrofon. Erkin mikrofon. Ilm olishni jozibadorroq qilishimizga yordam beringlar. Ya'ni bu umumiy chaqiriq. Qachongacha o'sha nima deydi, moddiyat jozibali bo'ladi. Ilmni jozibali qilaylik, ishoninglar. Yog'iga biz ancha narsani, Xudo xolasa, nima deydi, tezlikda rivojlantirib ola olamiz. Xurshid aka, sizga kattakon rahmat tashrifingiz uchun. Rahmat, sog' bo'ling. Do'stlar, bugungi podkastimizda mehmon Xurshid Marozikov bo'ldi. Aka, samimiy suhbat bo'ldi. Sizga kattakon rahmat. Rahmat, sog' bo'ling.